Videoni o'tkazib yuborishga shoshilmanglar, chunki bunaqa narxdan X2 ni 1.6 ni kam e'lonimizga joylaymiz. Narxlari ham yengil narxda ekan. Mashinamizga 4 ta yaxshi yumshoq balonda ekan. Mashinamiz kuzovlari yaxshi holatda bo'lib turibdi ekan, ideal holatda bo'lib turibdi ekan. Spero kalpaklarda faralari o'ziniki ratnoy holatda bo'lib turibdi ekan. Oldilariga gerblavoylar ham ustun qilib qo'yilgan ekan. Salonlarni ham ko'rsatib ketamiz. Salonlar yaxshi holatda bo'lib turibdi ekan. Mana qirilib, chizilib yomon bo'lib ketmagan. Mashinamizda polik chexollari bor ekan. Gentra rul ustanovka qilingan, tablasi fishinalarga chiqilingan ekan. Mashinamiz 222 ming kilometr yurgan masofani bosib o'tgan ekan. Video registrator, antiradar, xullas hamma navorotlari qilib qo'yilgan ekan. Mashinamizning narxini oxirida aytib o'tib ketamiz. Mashinamizning bonusiga metan gazlari ham bor ekan, bagajda kattagina joylar bilan. Zapaskalar har doimgidek joyida bo'ladi. Bagajlari ham zang ko'tarib yomon bo'lib ketmagan. Mashinamizning narxi kimga qiziq bo'lsa, mashinamizning narxini 4700 ga ko'ndirib qo'ydik. Ma'lumot uchun aytib o'tib ketamiz. Mashinamiz Primoy dehqonda turibdi ekan. Primoy egalarida. Tirikchilikka ham xarid qilsanglar bo'ladi. Mashina holati вообще ideal holatda bo'lib turibdi ekan. Videolar yoqqan bo'lsa bitta like bosib, olasizmi, sizga kuzatishda davom etinglar.